shaharda bitta bo'lib yuraman degan akalarimizga ana temani вообще injig'i bu mashina o'zimizni indeksdagi bitta akaniki edi. Rasa ana nima qildi? Soting desam ko'nmasdilar. Oxiri sotishga uvarit qildim. Buni mashinani qaranglar turishini, yonib turishini. Bu onangning nuri. Neti GT o'rtoqlar. Ammo spoilerlarni qaranglar. Bu GPT port o'rtoqlar. Nariga GT'lar, ana qanaqadir amerikanskiy port bo'lgan, tushmasdi. Bu GPT yani liboy tok boriga, boshqaga tushib ketaveradi. Salonni qaranglar buni. Onangning sportkar. Bu 70 ming, 80 ming dollarlik mashinani vidini beradi. Men Apolnilar, katta Apolnilar, Michelin malollarda turibdi. Bitta yurishini ham bitta ko'rsataman. Ovozlarga bitta maza qilarasizlar o'rtoqlar. Voy, endi buni. Bismillah. Bu 24-yil 7000 yuribdi. 7700 kilometr masofani bosib o'tibdi. Boshqa kanallardan ko'rishingiz mumkin. Eng arzoni bizada. O'rtoqlar, hozir buni oyog'ini yopdi. 2-3. Muzlatdi-yu bu. Ovozini o'chirib qo'yilgan ekanda, buni ovozdan to'g'rilasa bo'ladi. O'rtoqlar, mashina prям bomba. Qanaqa ekan? Bro. Qanaqa ekan? Shu mashina bor. Bosgandan o'zini yo'qotib qo'ymas ekan mashina.